Trak kompaniya egalariga eng muhim ma'lumotni bugun sizlar bilan aytib beraman. 2025-yildagi eng katta boylik bu sizni haydovchilaringiz. Ha, siz meni to'g'ri eshitdingiz. Yonilg'i ham, tariflar ham muhim, lekin haydovchisiz yuk mashinalaringiz umuman yurmaydi. Hozirgi trend shunday. Butun sohada almashuv yuqori darajada. Katta kompaniyalar bonuslar berib haydovchilarni jalb qilmoqda, lekin ular xuddi shunday tezlikda yo'qotishyapti. Mana shu yerda kichik kompaniyalar yutib chiqishi mumkin. Xo'sh, qanday qilib haydovchilarni ushlab qolish mumkin? Barqarorlik bonuslardan ustun. Adolatli to'lov qiling va vaqtida to'lang. Haydovchilar kim ularga hurmat ko'rsatishni hech qachon unutmaydi. Uyga borishi juda ham muhim narsa. Oila bilan bir hafta oxiri ko'pincha qo'shimcha sentlardan ko'ra qadrliroq. Muloqot bu kalit. Kichik kompaniyalar sifatida siz telefonni ko'tarib muammolarni tez hal qilishingiz mumkin va haydovchilar o'zini qadrlangandek his qiladi. Mega kompaniyalar esa bunday qila olmaydi. Kichik rag'batlar ham ishlaydi. Masalan, xavfsizlik uchun bonuslar, yoqilg'i tejamkorligi, mukofotlari yoki jamoa oldida e'tirof. Bularning hammasi uzoq yo'l bosadi. Asl haqiqat shuki, faqat bitta haydovchining 1 yil davomida ushlab qolish sizga minglab dollarlar yo'llash va o'qitish xarajatlarini tejab beradi. Bu esa biznesingizni qaytgan haqiqiy puli. Demak, faqat tariflar va yuklarga qarab qolmang. O'sha rolda o'tirgan insonlar haqida ham o'ylang. Ularni aslang. Ular ham sizning kompaniyangizda asraydi. Agar 2025-yilda haydovchilarni ushlab qolish bo'yicha mening maxsus qo'llanmamni olishni istasangiz, izohga haydovchi deb yozing va biz sizga uni jo'natamiz. Sizlar bilan Sunnatullo Abduhakimov. Bugungi videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi maslahatlarda ko'rishguncha.